Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Isroiljon aka, siz bo'lasizmi? Bo'laman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, hammasi yaxshi bo'lishdi. Sog' bo'ling, bezovta qilmadimmi? To'g'ri, gapiraman. Rahmat. Siz uchun atalgan eng chiroyli tabriklarni yo'llab, sizga baxtlarni, shodliklarni ulashmoqlik niyatida yaqinlaringizning iltimoslariga binoan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Mumtoz begim bo'laman. Bugungi ayyomlar muborak bo'lsin. Shukronalik, shodiyonalik kunlar bilan sizni tabriklaymiz. Umringiz ziyoda bo'lsin, tanu joningiz salomatlikda bo'lsin. Allohim boshingizni omon, qaddingiz va qadringizni hamisha baland qilsin. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim barchasini ijobat bilan bersin, ilohim. Rahmat. Bugun bir yaqin insoningizdan bizning loyihamizga sizga atalgan tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Sizni tabriklash va xursand qilish uchun nima deb o'ylaysiz? Mana shu tabriknomalarni bizning loyihamizga yo'llagan yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'ring-chi. Rahmat, hamma tilaylar uchun niyat qilgan niyatlari yetsin. Sizlar vakillar yaxshi kunlarda xizmat qilsa, Alloh ularga niyatlari yetsin. Bolalarning baxtiga sog' bo'lsin. Endi bizda bitta o'g'ilcha qiz bor, shu olgan biri 2 oydan ta'til, shularga ishlarga omad, boringlarga shukr, rahmat, shunchalik xizmat qilyapsizlar. Xudo xolasa, sizlarni ham Alloh suygan bandalar qatorida e'zozli niyatlariga yetkazinglar. Rahmat sizlar shunchalik qilganlar uchun. Hamma Rahmat. Mayli, o'zim sizga yordam beraman. Ayni daqiqalarda bosh yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, sizni dunyolarga alishmaydigan, men uchun juda ham qadrli, bebaho insonim. Alohida ta'kidlab o'ting deya iltimos qilganlar. Ana shu mehribon qizingiz Irodaxon sizni bugungi shukronalik ayyomingiz bilan muborakbod etmoqdalar. Albatta. Hammani qizi bo'lsin, qizim, dadasi qizim bo'ladimi? O'g'lan qizi xizmat bir qilib qiz bola bo'lakcha bo'ladi, sog' bo'lsin, bolalarning baxtiga qalbini ko'rsin, kuyovi qobiljon bilan baxtli, chiroyli turmush qurib, niyatlari yetsin. Bilaman qizim deb aytganini, endi o'g'il, endi vakil xizmat qilyapti, ular telefonda tabriklaymiz, unchalik ko'rmay, qizimiz yaxshi ko'ramiz, sog' bo'lsin, omon bo'lsin, sizlarga rahmat tilaymiz. Rahmat. Ularga hamrohlikda turmush o'rtog'ingiz Barnoxon opa, o'g'lingiz Ikromjon aka, keliningiz Mahnurxon opa hamda nabira ne'matlaringiz Kamoliddin, Muhammad Ibrohim, Yasminaxon, Sadiyaxon va barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Albatta, shular uchun yashayapsiz. Sog' bo'lsin, qabul qildingiz. Baxtingiz sog' bo'lsin. Rahmatlarga. Ularning sizga atalgan tabriknomalari bor. Agar ijozat bersangiz, ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib eshitiraman, maylimi? Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum, bizning mehribonimiz, suyanchig'imiz, qadrbaland bo'lgan duogo'yimiz. Dadajonim, sizni bugungi qashlagan yoshingiz, shukronalik ayyomingiz bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Oilamiz, barcha yaqinlarimiz baxtiga doimo sog' omon yuring. Allohimning panohida bo'ling. Ishlaringizni rivojini bersin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Hamisha Allohimning suyukli, sevimli bandalaridan biri bo'lishingizni, yoshliklar, yosh kunlar hamrohingiz bo'lsin. Farzandlaringiz baxt uchun chekkan mashaqqatlaringiz evaziga 2 dunyoning saodatini sizga hadya etishini Allohdan so'rab qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha el ardog'ida, farzandlar, nabiralar ardog'ida bo'ling. 100 yoshlardan o'tganingizda ham biz farzandlaringiz va nabiralaringiz qo'llaringizni o'pib, duolaringizni olib yurishlikni ro'zi nasib aylasin. Mehribonim, ba'zan bilib bilmay dilingizni og'ritgan kunlarim bo'lsa, meni kechiring. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, Allohim barchasini ijobat bilan bersin.
Inshaalloh onajonim bilan birgalikda hojiona, hojota maqomlarda, nabira to'ylarda duo qilib o'tishingizni chin yurakdan tilab qolamiz. Dadajonim, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Omadliman bilasizmi shuni? Bilmaysizmi? Tanimaysizda, sababchisini aytaymi buni? Mening dadam eng yaxshi dada. Yuzim doim quvoshdan kular. Taniganlar hammasi bilar. Boyligim va borlig'im ular. Mening dadam eng yaxshi dada. Jon tomirim, jonim jihonim. Sizsiz o'tmas hatto bir onam. Qahramonim, ham qo'mondonim, mening dadam eng yaxshi dada. Ming shukrlar senga Xudoyim. Yonimdalar kunda har doim. Yuz yoshlardan oshsin ilohim, mening dadam eng yaxshi dada deya ushbu go'zal nomalarni qizingiz nomidan qabul qilasiz. Rahmat, tabriklar uchun. Sizga rahmat. Sizlar shunaqa farzandlaringiz yaqinlaringizdan shunday qanday o'qigan tilaklaringiz bo'lsa, she'rlaringiz bo'lsa, yetkazganlaringizni o'zingizga Alloh qaytarsin. Yaxshi kunlaringizda shu insonlarga tilayapsiz. Sizga shunaqa tilaylar. Har doim amin. Sog' bo'ling, rahmat. Sinan. Rahmat, salomat bo'ling. Tavallud kunlari, shukronalik ayyomlar yana bir bor qutlug' bo'lsin. Siz ham yaqinlar baxtiga doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, bo'lingizga rahmat. Xo'p, salomat. Rahmat.